yo'qotgan pulimni $2400 oyimni puli. 12 kundan keyin oyim Turkiyadan uchib keladi va men hech kimga pul yo'qotganim haqida aytmadim. Allohim irodasi bilan bir oyda topadigan pulimni undan ham ko'p qilib $8 bir haftaning ichida topdim. Qolgan pulni ham juda ham ko'p tanishlarimga telefon qilib qarz so'radim, lekin hech kim yordam bermadi. Aytishadi-ku, Allohga beraman desa oson deb. Shu gapga juda ham ishonaman. O'sha qolgan pulni ham Allohim g'oyibdan yetkazdi. To'g'ri, juda ham ko'p qiynaldim, yig'ladim, siqildim, stressga, depressiyaga tushib qoldim, lekin oyim kelguncha hamma pulni qo'llariga hammasini qaytarib berdi. Bu holat meni sog'lig'imga juda ham qattiq ta'sir qildi. Stressdan boshim juda ham qattiq og'riydigan bo'lgani uchun oyim kelganlardan keyin davolandim. Undan tashqari o'qishim uchun, kurslarim uchun olgan $2000 qarzim ham bor edi. To'g'ri, menga bu holatdan chiqib ketishim uchun juda ham ko'p qanchadan qancha sog'lig'im ketdi. Lekin Allohim bergan go'zal hunarim bilan hammasiga yechim topdim. Ya'ni shu qilayotgan ishim bilan qarzlarimni ham to'ladim. O'zimda erkin daromadim bor. Xohlagan narximga, xohlagan narsamni hech kimdan pul so'ramasdan bemalol sotib ola olaman. Sizga aytib berganlarim kim uchundir kulgili eshitilishi mumkin, lekin 18 yoshli qiz uchun bu juda ham katta qiyinchilik va sizlar ko'rib turgan Molush collection bo'lishim uchun men juda ham ko'p narsalardan voz kechishim va ko'p qiyinchiliklarni bosib o'tishimga to'g'ri keldi. Sizlarga hech kim hech narsaga osonlik bilan erishilmaydi. Bir marta, ikki marta harakat qilib tashab qo'ymang degan maqsadda aytib berdim. $5000 aktualniyasida bu holatdan qanaqa chiqib ketganim haqida to'liqroq ma'lumotni yozib qoldirdim. Menga obuna bo'lishni unutmang. Kursimga yozilmoqchi bo'lsangiz, profilim shapkasidagi silkaga murojaat qiling.